Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Iltimos videorolikimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Tushlikdan so'ng Zumrad opa eri Islom akaga dardu hasrat qildi. Dadasi, bugun yana kollejdan qizimiz Zarifaning guruh rahbari, yana psixolog kelishdi. Men bilan suhbat o'tkazib, tushuntirish xati yozib olishdi. Ertadan o'qishga yubormasak bizga nisbatan chora ko'risharmish. Kollejda o'qish majburiymish. Biz qizimizni kollejga dars yubormay, yurtboshimizga, hukumatimizga qarshi ish qilayotgan ekanmiz. Iltimos, Zarifa ertadan boshlab o'qishga borsin, dugonalari qatori. Kollej yonginamizda tikuvchilik bo'limida o'qisa ham diplomli ham hunarli bo'ladi. O'g'limiz Ikromni o'qitmadik, ishlasin deb. Hech bo'lmasa qizimizni o'qitaylik. Leksiyang tugadimi? Islom aka shaxt bilan o'rnidan turib xotiniga o'shqirdi. O'sha bilimdon domlalaring yana bir bor kelsa ayt, men qizimni o'qitmayman. Qizim meniki. O'qitamanmi, o'qitmaymanmi, bu mening ixtiyorim. Kim qo'yibdi qiz bolaga o'qishni? Ana qancha qizlar o'qishga borib ibo hayoni unutib, buzilib ketishyapti. O'tirsin uyda, uy ishlarini o'rgansin. Erta indin tengi chiqsa uzatib boramiz. Eri boqadi. Bu haqda boshqa gapirma. Shu bilan xotin suhbati tugadi. Zumrad opa baribir eriga gap o'qtirib bo'lmasligini biladi. Shuning uchun ham indamadi. Bo'lmasa tiling chiqib qoldimi deb do'pposlashdan ham tonmaydi. Eri va o'g'li mebel ishlab chiqarish korxonasida ishlashadi. O'zi 2-3 joyda farroshlik qiladi. Zarifadan boshqa hamma ertadan kechgacha ishda bo'lishadi. Uy yumushlari Zarifaning zimmasida. U maktabda ham durust o'qimadi, ko'p dars qoldirardi. Shuning uchunmi juda sodda, kamgap, hatto o'z fikrini dadil turib ayta olmaydi. Otasining soyasidan hayiqadi. Ba'zida onasi bilan suhbatlashib qolishardi. Bu kamdan kam bo'ladi, chunki onasi ham kun bo'yi ishlaydi. Dam olish kunlari bozorga savdoga chiqadi. Bugun ham odatdagidek hamma nonushta qilib o'z ishiga jo'nab ketdi. Zarifa hovlida yolg'iz o'zi qoldi. Hovli supurdi. Xonalarni tozalab chiqdi, kir yuvdi. Hamma joyni saranjom sarishta qilgach, televizor qarshisiga o'tirdi. O'ziga yoqqan ko'rsatuvlarni tomosha qildi. Keyin kechga ovqat soldi. Tushdan keyin ko'cha darvozasi taqilladi. Ochsa akasi turibdi. Akajon, vaqtli kelibsizmi?" hayron qoldi Zarifa. "Bugun bir jo'ramni to'yi, shunga javob so'radim. Tez kiyimlarimni tayyorla, men yuvinib chiqay." Zarifa akasining xonasiga kirib, uning to'yiga kiyadigan kiyimlarni tayyorlashga tushdi. Ikrom xonasiga kirib, hamma narsasini taxlab qo'ygan singlisiga minnatdorchilik bildirdi. Xonasidan chiqayotgan Zarifaga o'zi bilmagan holda suqlanib qaradi. "Tavba, shu vaqtgacha biror marta e'tibor bermagan ekanman." O'ziga o'zi gapirdi Ikrom. "Singlim tulishib, ko'zga ko'rinib qolibdi." Ikrom boshqacha bo'lib ketdi. Tez kiyinib uydan chiqib ketdi. Shu kundan boshlab Ikromning singlisiga bo'lgan munosabati o'zgara boshladi. U kutilmaganda ishdan kelib qolar, telefonidagi har video va suratlarni singlisi bilan baham ko'rardi. Zarifa ba'zida uyalib, o'zini chetga sursa, akasi endi katta bo'lganliklarini, bu narsani bilishlari kerakligini aytardi. Ikrom bugun yana ishdan vaqtli keldi. U qanaqadir sarosimada, yuzlari qizargan, ko'zlari bejo edi. Zarifa akasining bu ahvolidan qo'rqib, "Aka, masmisiz? Ishga bormadingizmi?" dedi. Ikrom ko'cha darvozasini mahkamlab, singlisini qo'lidan ushlab, o'z xonasiga olib kirdi. Televizor qo'yib ovozini balandlatdi. Keyin och bo'riday singlisiga tashlandi. "Aka, nima qilyapsiz? Qo'yvoring meni, qo'yvoring." Zarifa akasining baquvvat qo'llaridan har qancha o'rinmasin chiqib keta olmadi. Yig'lab siqtashlari foyda bermadi. Nafs qo'lga aylangan aka ko'z ochib yumguncha bokira gulday pokiza singlisining nomusini paymol qildi. Hushi joyiga kelib qilgan ishini o'ylagach dahshatga tushdi. Bir chekkada qon yig'lab o'tirgan singlisining ahvolini tasvirlashga qalam ojizlik qiladi. Lekin g'isht g'olibdan ko'chgandi. "Hech kimga og'iz ochma, hammasini o'zimiz hal qilamiz." Yana dag'dag'a qildi Ikrom. "Mabodo oyimga aytadigan bo'lsang, men seni o'ldiraman. Keyin o'zing sharmanda bo'lasan, eshitdingmi?"
Zarifa akasidan qo'rqibmi, bo'lib o'tgan ishning mohiyatini, natijasini tushunmaymi, hech kimga indamadi. Kunlar esa o'tar, akasi har zamonda uni tushakka tortardi. "Qizim, kundan kunga semirib ketyapsanmi?" Onasi to'lishib borayotgan qizidan so'radi. "Bilmasam." Zarifani yuragi orqasiga tortib ketdi. Keyin esa akasining maslahati bilan qornini ro'mol bilan mahkam qisib bog'lab yuradigan bo'ldi. Xuddi oyni etak bilan yopib bo'ladigandek. Ota-ona esa o'z tashvishlari bilan band, erta borib kech kelishardi. "Oyjon, o'lib qolaman, oyjon." Zarifa uyqusidan yig'lab chinqirab uyg'ondi. U qornini ushlab yig'lardi. "Kechasi bilan qornim og'rib chiqdi. Hozir og'riqga chidolmayapman." Qizni ovozi zo'rg'a chiqardi. Qizining ahvoli jiddiyligini ko'rib, Zumrad opa Zarifani kasalxonaga olib chopdi. Shifokor qabulida o'tirganlarida Zarifa onasidan hojatxonaga borib kelishlarini so'radi. Ona bola hojatxona tomon ketishdi. Ichkariga kirgan Zarifa had deganda chiqay demasdi. Bir pasdan keyin esa ichkarida vahimali g'alg'ovur eshitildi. "Voy o'lay, bir qiz hojatxonada tug'ib qo'yibdi. Tez doktor chaqiringlar." Bir ayol baqirib odamlarni yordamga chaqirdi. Zum o'tmay nasilka ko'targan shifokor va hamshiralar yetib kelishdi. Voqeadan xabar topgan Zumrad opa hushidan ketgandi. Chaqaloq o'lik tug'ilgan. Zarifani ahvoli og'ir edi. Shifoxona ma'muriyati, prokuratura, ichki ishlar idorasiga xabar berishdi. Tergov, surishtiruv ishlari boshlab yuborildi. Qiz hushiga kelganida prokuratura xodimi undan bolani otasi kim deb so'radi. "Akam." Bu javobdan hamma dahshatga tushdi. Hamma oyoqqa turdi. Qizni o'qishga jalb qilolmagan kollej ma'muriyati vahimaga tushdi. Ota isnodga qoldi. Benomus aka uydan qochib ketdi. Mahallada har xil gaplar avjiga chiqdi. Astag'firulloh, aka o'z singlisini badnom qilsa-ya, onani ko'zi qayerda ekan? Nahotki oradan 9 oy o'tsa-da, ona uyda yurgan qizining homiladorligidan bexabar qolsa, ko'zi ko'rmidi, shunchalik beparvo bo'ladimi ona degani? Uydan bir qadam chiqmagan qiz akasining kasofatiga qolib badnom bo'lib o'tirsa-ya, oradan hech vaqt o'tmay badkirdor aka qo'lga olinib, sud tomonidan uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etildi. O'g'lining kirdikori otani to'shakka mixlab qo'ydi. Ona o'lganining kunidan majbur ishga borib kelardi. Zarifa esa o'g'lam va odamdan ayrilib qolgan. Parishon xotir o'z yog'iga o'zi qovurilib yuribdi. Onasi har zamonda akangni qilmishni menga vaqtida aytganingda bu ko'rgiliklar bo'lmasdi deb yig'lab oladi. O'zining e'tiborsizligidan qattiq o'kinadi. Ammo so'nggi pushaymon o'zingga dushman deyishadi. Hurmatli do'stlar, bu voqea uydirma yoki to'qima emas. Bu juda ayanchli va achchiq haqiqat. Sud materiallari asosida tayyorlangan voqea hikoya. Aka qamaldi, jazosini oldi, lekin voyaga yetmagan bir qizning hayoti barbod bo'ldi. Bir oilaning nomiga dog' tushdi. Yeti pushti bu sharmandalikdan aziyat chekadi. Bu voqea yana ham bizni hushyorlikka chorlasin. Balog'at yoshdagi o'g'il qizlarimizning odob axloqi bilan qiziqaylik. Onalar qizlari bilan sirdosh bo'lsin. Bunchalik hayot tashvishlariga o'ralib qolmay, qizlarimizga jinsiy hayot haqida to'g'ri ma'lumot beraylik. Savob bu gunoh haqida rivoyatlar, hikoyalar aytib, hadis-i sharifdan namunalar o'qib berib, o'g'il qizlarimiz ma'naviyatini o'stiraylik. Toki o'zimiz o'stirgan farzand qilmishidan xalq oldida boshimiz egilib, yuzimiz qaro bo'lmasin.